1 yildan 3 yilgacha foiz peynalarsiz atigi bitta pasport evaziga xarid qilib olishingiz mumkin. Akajon, gap isboti bilan meni kuzatayotgan har bitta kuzatuvchim hozir like bosib, podpisatsiya qilib kuzatyapti. O'shalarga hurmatuvchim bitta mana shuni rasochkasi 3 yilligini hisoblab beramiz. Albatta. Va siz ahamiyat bering, foiz 0. 36 oyga 5 million 958 mingdan 4 million 182 mingdan 4 million 182 ming so'mdan 60 oyga, ya'ni 5 yilga to'laydi. Xuddi shuni aytdim. Hammaga assalomu alaykum qadrdon jigarlar. Hamma joyda kredit, rassrochka deb bong urib turgan paytda narxlar xudo xolasa ko'ramiz. So'z Buxoro avtosalonida bir qancha sizlar uchun yangiliklar bor. Hozir aynan deyarli hamma avtomobillarga rassrochkasi ochilgan. Birin-ketin hisob-kitobini olib ko'rsatamiz. Qani necha foiz to'lasak, necha oyga qanchadan keladi? Foiz minadimi, minmaydimi? Mana shu savollarga hozir batafsil javoblarni berib o'taman. Manzil keladigan bo'lsak, Buxoro shahar Gazli shoh ko'chasi ko'rsatishingiz mumkin. Bu yoq tarafimizdan kelishda, viloyatdan keluvchilarga Xorazm yo'lidan kelishda karvon chorrahadan svetofordan o'tganda Prezident dachasining to'g'risida. Bu tarafimiz Qarshi ketish yo'lida Guliston mostiga yetmasdan xudo xolasa lokatsiyalar shu joyda. Hozir rassrochka so'raganlarga oyma-oy to'liq daskanali ma'lumotlarni chiroyli qilib yozib beraman. Moshni bir dona layklarni bosib qoldiring, kanalimizga obuna bo'ling. Qo'llab-quvvatlashni davom etingizlar. Nasib bo'lsa bizda faqat sizlar uchun ishlayapmiz. Qani akalar, biz boshladik. Avtosalonda yangiliklar juda ham ko'p. Birinchi yangiliklarga keladigan bo'lsak, So'z Buxoro yozuvi kattakon mana shu yerda hamma ko'rish uchun desam ham bo'ladi. Yangi plakatlar bilan nasib bo'lsa birinchi yangilikni shundan boshlab. Assalomu alaykum. Mo'yin aka, yaxshimisiz? Tashabbur yuribsizmi? Rahmat, aziz. Bugun nasib bo'lsa Adizbek akamiz bilan So'z avtomobillarini rassrochka ochilgan deyarli hammasiga. Ko'pam obunachilarimizni kuttirib o'tirmaylik. Birinchi manzildan boshlab, keyin hamma avtomobillarni rassrochkasiga to'xtalib o'tamiz. Xuddi shunday. Assalomu alaykum. Humoyun.uz kanali obunachilari, hammangizni So'z Buxoro avtosaloniga ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz va aynan shu ko'pchilik kutgan imtiyozlar barchasi So'z Buxoro avtosalonida ochildi. Bemalol telefon qilib yoki-da boya aytgan manzillar bo'yicha kelib tashrif buyurib, yana yaqindan tanishishingizni so'rab qolamiz. Hammangizni So'z Buxoro avtosalonida kutib qolamiz. Bo'ladi. Hozir ichkariga kirib, to'liq ma'lumotlarni sizlarga taqdim qilamiz. Xo'p, azizlar, mana avtosalon ichkarisiga ham kirib oldik. Ko'pdan beri videolarni qilamiz, xabaringiz bor. Lekin mana shu kirgan paytimizda ko'zga birinchi tashlanib turgan So'z S07 modellarimizga har doim ham kredit bor, faqat imtiyozli, bemalol deb videolarni qilardik. Endigi bu videoda esa salgina boshqacha bo'ladi. To'g'rimi aka? Ha, albatta, aynan So'z Buxoro rasmiy avtodilerlik saloni xalqimizga qulay bo'lsin degan maqsadda barcha modellariga rassrochka imtiyozini ochib berdi. Xo'p, avvalambor mashinani video obzori, tan narxi hamda imtiyozlari haqida ma'lumot berishdan oldin mashinaning o'zi haqida ma'lumot berib o'tsam, aynan So'z modellari bu premium klassdagi model hisoblanadi va 7 kishilik oilaviy crossover, zamon talabiga javob beradigan barcha funksiyalari bor va eng asosiysi barchasida chegirma bor va qulay narxlarda xarid qilib olish imkoniyati bor va eng asosiysi rassrochka imtiyozi bor. Endilikda So'z Buxoro boya aytganimdek barcha modellariga rassrochka imtiyozini ochib berdi. Xohlang S07, xohlang S09, xohlang S09 ni gibrid modellarini foiz peynalarsiz xarid qilib olish imkoniyatiga egasiz. Xo'p, aynan S07 modellari haqida ma'lumotni boshlashimdan oldin, ya'ni bu komplektatsiyalari haqida ma'lumotini berib o'tsam, Southwest S07 sotuvda 2 xil komplektatsiyada. Endi bu komplektatsiyalarning asosiy farqi, endi har bundan oldingi videolarda ham aytganman, endi har bir videoga aytishim shart. Asosiy farqi dvigatelida. Dvigatel keyin salondagi funksiyalarida. Tashqi ko'rinishi, ichki ko'rinishi mutlaqo bir xil. Salon dizayni bir xil. Xo'p, ana endi aynan shu modelimiz Southwest S07 ni ikkinchi pozitsiyasi full komplektatsiyasi hisoblanadi. Topoviy komplektatsiya. Bunda dvigatel 1.6 litr ob'yomdagi GDI hisoblanadi. 197 ta o't kuchi mavjud bunda. Shahar ichida rasxodi 8 litr. Va eng qizig'i
propanda 6-7 litr расход qiladi городской siklda. Ya'ni shaharning ichida. Расходiga javob. Mana. Marhamat, bitta salon ichki qismini ham ko'rsatib o'taylik, qisqacha qilib. Xo'p, obzorlari hammangizga tanish bu avtomobillarni xudo xolasa hozir skitka narxida рассрочка bo'ladimi, yo'qmi degan savolga aka yuzdan to'xtalib o'tsak. Xo'p, рассрочка o'zini tan narxida bo'ladi, skitkalari bor. Bu haqida video davomida aytib o'taman. Avvalambor tan narxi haqida ma'lumotini berib o'tay, to'lovlarni tushuntirib o'tsak, keyinchalik skitkasi haqida ham qisqacha tushuntirish berib o'taman. Xo'p, aynan bu komplektatsiyamiz full komplektatsiya hisoblanadi. Buni hozirgi kunda tan narxi 403 million. 403 million. 403 million va siz shu tan narxi asnosida, ya'ni рассрочкаga xarid qilib olishingiz mumkin. Foiz peynalarsiz atigi bitta pasport evaziga. Va barcha to'lov usullari bor. Naqd deysizmi, avtokredit, перечисление, рассрочкасini aytib o'tdim. Bemalol kelib haydab ko'rishingiz mumkin. Ana endi Southwest S07 ning birinchi paysasi hisoblanadi. Bu komfort varianti. Bunda 1.5 litr объемdagi MPI dvigatel, 156 ta o't kuchiga ega. Va eng asosiysi metan propan 100% tushadi. Muammosiz. Umuman benzin 1 grom ham qo'shmaydi va eng qizig'i shundaki, aynan shu komplektatsiyamiz городской siklda, ya'ni shaharning ichida 7 litr расход qiladi. Propanda 5 litr расходi bor. Propanda yurishi. Bemalol kelib haydab ko'rishlari mumkin. Xo'p, aynan shu to'ychog'imizning tan narxi 364 million. Va bu ham xuddi shunday tan narxi o'zgarmagan holatda рассрочка bilan xarid qilib olishingiz mumkin. Ya'ni foiz peynalarsiz atigi bitta pasport evaziga. Xo'p, hozir akajon Swiss avtomobillarini qaysi modellarni ko'proq xarid qilyapti odamlar? Endi hozirda eng ko'p xarid qilinayotgan modellari bu S07 hamda S09. Ya'ni har ikkala model ham bir xil sotuvda. Ya'ni har ikkalasidan talab bir xil. Ya'ni bizda ham benzin, ham gibrid. Ya'ni zamon talabi bo'lmish gibrid modellarimiz ham hozirda sotilishi bo'yicha juda ham reytingi baland, talab juda ham ko'p. Nima uchunki endi boya videoning boshida aytganimda bu modellar 7 kishilik. Zamon talabiga butunlay javob beradi. Va shu 25-yilga chiqqan barcha funksiyalar, barcha zamon talabi aynan Swiss modellarida bor. Va kafolatlari. Kafolati haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam, Swiss Buxoro rasmiy avtodillerlik saloni har bir modeli uchun 200 ming kilometr yoki 6 yilgacha kafolat beradi. 6 yilgacha. Ha, va eng asosiysi barcha zapchastlari bor. Servis bor, servis xizmatlari bor, xohlagan xizmat turiz bor va aynan bu modellar o'zimizda yig'ilmoqda. O'zbekistonda. O'zbekistonda, ya'ni bular o'zbek zborka. Shuni hisobidan barcha zapchaslari bor. Uni 1 oy kut, 2 oy kut, 3 oy kut bunaqa muammolari kategorически yo'q. Umuman bunaqa muammo yo'q. Avvalambor hech kimga bu narsani ravo qo'ymaymiz. Endi bu yil hech kim cheklanmagan. Shunaqa holatda ham zapchaslari nalichida bor. Shundayda akajon, bu bilishim bo'yicha hozir O'zbekistonga polno zapchas hisobida keladi, yig'iladi. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Ya'ni zborka shera hisoblanadi. O'zimizda yig'ilmoqda. Xo'p, keling Humoyun aka, S09 modellarini bir boshdan tanishtirib o'tsam-da va aka tan narxi bularda ham рассрочка tizimi bor, ha? Barchasida bor aka. Tan narxini, ma'lumotini berib o'tsam, S09 modellarimiz sotuvda 4 xil komplektatsiyada mavjud. Southwest S09 Comfort, Southwest S09 Premium. Aynan shu komplektatsiyalarimizda, ya'ni birinchi, ikkinchi pozitsiyalarda S09'larimizda рассрочка bor edi. Halligacha bor. Ya'ni yana bir qulaylik, yana bir yangilik desak ham bo'ladi. Aynan Southwest S09 ning birinchi, ikkinchi pozitsiyalari, ya'ni Comfort Premium'da 2 yilgacha рассрочка bor edi. Hozirda 3 yilgacha xarid qilishingiz mumkin. Mana, buni haqiqatda katta yangilik desa Xuddi shunday. 3 yilgacha, 1 yildan 3 yilgacha foiz peynalarsiz atigi bitta pasport evaziga xarid qilib olishingiz mumkin. Akajon, gap isboti bilan meni kuzatayotgan har bitta kuzatuvchim hozir like bosib, podpisatsiya qilib kuzatyapti. O'shalarga hurmatuvchim bitta mana shuni рассрочкasi 3 yilligini hisoblab beramiz. Albatta. Bo'ladi. Avvalambor tan narxi bilan xo'p tanishtirib o'tsak. Xo'p, S09 ni
birinchi paysasi tan narxi 403 million. S09 ni ikkinchi paysasi premiumini tan narxi 429 million. 429 million. 429 million. Rassrochka ham shu narx asnosida bemalol kelib, ko'rib, yana hisoblatib olsalar bo'ladi. Ya'ni kommentariyani pastida plus belgisini qoldirishsa, menejerlarimiz aloqaga chiqishadi. Xohlasalar ma'lumot, xohlasalar grafikni tashlab berishadi. Aynan shu modellarimizda 3 yillik rassrochka bor. 3 yillik rassrochka. 3 yil. Foiz penalarsiz. Xo'p, S09 ni 3-paysasi Pro. Bu modelimiz gibrid hisoblanadi. Buni tan narxi 474 million 500 ming so'm. Mana bitta narxini ko'rsating. Price holdingda ko'rsating narxini. 474 million 500 ming so'm. Xuddi shunday. Aynan bu modelimiz ham foiz penalarsiz rassrochkaga bemalol chiqadi. Imtiyozli kredit bemalol chiqadi va eng asosiysi narx, kreditchilikni, avtokreditni o'ziga ham bemalol atigi bitta pasport evaziga xarid qilib olib ketishlari mumkin. Bu ham yaxshi. Xo'p, S09'imizni full komplektatsiyasi bu topoviy komplektatsiya hisoblanadi, maxi. Bu ham gibrid, ha? Bu ham gibrid, bu eng full komplektatsiya hisoblanadi. Buni tan narxi 494 million so'm. Mana. Aynan bu modelimiz ham foiz penalarsiz, rassrochka imtiyozi bilan bemalol xarid qilib olsalar bo'ladi. Shundayki rassrochka hisobida o'zining nomiga chiqadimi? Shot spravka o'zining nomida chiqadi. 1 soatda yoki 2 soatga ishlarni bajarib beramiz. Hech qanday firma nomida bo'lmaydi. Yo'q, bu lizing yoki bunaqa muammolar umuman bizda yo'q. Shot spravka o'zlarining otlarida chiqadi. Poligon bunaqa ortiqcha muammosiz bemalol kelib xarid qilsinlar. Shot spravkani o'zlarini otlariga chiqarib beramiz. Xo'p, ana endi S09 ni gibridlarining farqini shunday bir qisqacha qilib aytib o'tsam, aynan bu S09 gibridlarining farqi faqatgina salonning ichidagi 3-4 ta funksiyalarida. Dvigateli bilan zapas xodi, yonkslari mutlaqo bir xil, quvvatlash tartibi ham bir xil. Bemalol kelib ko'rishingiz mumkin, yana yaqindan tanishishingiz mumkin. Endi videoda 100 bor ko'rgandan ko'ra 1 bor kelib real hayotda ko'rgan boshqacha. Albatta. Kamerada baribir yetkazib berish salgina qiyin. Mana bu yerda logoida spirallari bor, даже uni ko'rsatib bera olmayapman. Avtomobil haqiqatda eng fulli topoviy komplekt. Topoviy komplektatsiya xuddi shunday. Euro 5 standartlari. Euro 5 standart, albatta. Javob beradigan. Albatta. Haqiqiy mana krossoverlar ichida eng kattakon va haybati. Endi hajmini ham aytib o'tsak, mashina salkam 5 metr uzunligi, 5 metr. balandligi 180, eni 195. Uni test drive xizmatidan kelib foydalansalar, rulda o'tirgan vaqt u haybati bilinadi. Aka, yana xalqimiz uchun chiroyli bir yangiligimiz bor. Endilikda Suiz Buxoro rasmiy avtodilerlik saloni modellari har biriga aka 26 milliondan 60 milliongacha chegirmasi bor aka. Realni aka. Bizda aka hamma vaqt bor deyilgan, kelib guvohi bo'lishlari mumkin. Gap yo'q. Mana shu narsaga tan beraman haqiqatda. Ayrim avtosalonlarda misol uchun yo'q narsani ham bor deb ko'rsatgin, kelgandan keyin yo'q aka tugab qoldi deydi. Yo'q, bizda prinsip shunday, bizda bor deyiladi hamma vaqt. Bu hozir yana bir bor aytib o'taman. 26 milliondan 60 milliongacha chegirma bor. Ana kesinlar, men shaxsan o'zim shu yerda bo'laman. Batafsil ma'lumotini berib o'taman. Hozirgi videomiz akalar, opalar, oktyabr 2025-yil oktyabr oyini deyarli oxirida olinyapti. Bugun nechta? 27mi? 27 oktyabr sanasida mana olinyapti. Haqiqatda rassrochkalarga, chegirmalarga hammasi bor. Xuddi shunday. Endi ko'pchilik kommentariyada yozishadi, rassrochka hamma joyda bor, sizlarda yo'q. Ana, bizda rassrochka bor. Keling, foiz penalarsiz xarid qilib oling. Barcha turlar, barcha to'lov usullari, barcha modellarida rassrochka imtiyozi bor va eng asosiysi bitta pasport evaziga 12 ta viloyatdan kelayotgan mehmonlarimiz uchun ham bemalol atigi bitta pasport evaziga xarid qilib olishlari mumkin. Va eng asosiysi viloyatdan kelayotgan mehmonlarimiz uchun tekin mehmonxona, buxorocha osh, obed bo'ladimi, ujin bo'ladimi, umuman farqi yo'q. Parol, polnik o'zim so'rab kelganlar uchun yana bitta idealni bonusini qilib beraman, albatta. Mana aka. Aziz akamiz doim xizmatda. Xo'p, dollarga hisoblaganda skidkalar qancha bo'ladi shundayda? 2000 dollardan
$5000 dollargacha. $5000 skidkalar bor mana. Ha, xuddi shunday. Oling, S09 oling, xullas barchasiga. Barchasida xo'p, chegirmalari bor. Gapni takrorlab o'tishim shart. Ulgurib qolishlarini so'rab qolaman. Va yana bir ikki ma'lumotni berishim shart. Swiss Buxoro rasmiy avtodilerlik salonida trading xizmati bor. Ya'ni avtomashinangiz bo'lsa, bizni barter xizmatimizdan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni biz mashinangizni bozor narxida xarid qilib olamiz va siz shu asosda bizdan mashina xarid qilib olishingiz mumkin. Va Swiss Buxoro avtosalonida test drive xizmati mavjud. Xohlagan modelingizni haydab ko'rish imkoniyatiga egasiz. Xohlang S07, S09 gibrid modelllarimizni ham haydab ko'rish imkoniyatiga egasiz. Sizdan to'lov talab qilinmaydi, faqatgina sizdan talab qilinayotgani fuqarolik pasporti hamda haydovchilik guvohnomasi. Mana aka. Misol uchun deylik haydab yurgan o'zingizning avtomobilingiz bo'lsa, Albatta. bozor narxida hisoblab olishadi. O'zing o'rniga chiroyli krossovka berib olishadi. Xuddi shunday. Insof doirasida bozor narxida xarid qilib olamiz. Bitta aka shu S09 ni hisoblab bersak, 3 yillik rassrochkasini keling. Xo'p, akalar, opalar, bugun nasib bo'lsa S09 pozitsiyasini mana shu rassrochka tartiblarini chiroyli qilib hisoblab beramiz. Hozir daskanani oylik to'lovlari qanchadan chiqadi? Muhimi, bularga bir so'm ham ortiqcha to'lov minmaydi. Xuddi shunday. Xo'p, bir boshdan grafikini tushuntirib o'tsam, Humoyun aka. Mashinani tan narxi 429 million. Aynan bu S09 ni premium 2 turbinalik modelini hisoblab beryapman. Xo'p, 429 million mashinani tan narxi. Boshlang'ich 25%, первоначальный взнос 25%. Bu 107 million 250 ming tashkil etadi. 321 million 750 ming so'm. Годовая ставка 0, foizsiz 12 oyga. 26 million 812 mingdan 1 yilligi. 1 yillik. Xo'p, ana endi 2 yilligi. 50% to'lov qilsa, 50% to'lov qilsangiz 214 million 500 ming so'mni tashkil etadi va 214 million 500 ming so'm 0% dan 24 oyga 8 million 437 mingdan. Mana. Xuddi shunday. 2 yillik ha bu. Xuddi shunday. 3 yilligi ham bor. Marhamat, 3 yilligi. 3 yilligi. Xuddi shunday shu tartib 50%. 50% to'lov. Xuddi shunday. Va siz ahamiyat bering, foiz 0. 36 oyga 5 million 958 mingdan. Mana. Ko'rib turganingizda выплата процентов 0. Hozir akajon tushunishim bo'yicha 2 yilga olsa ham, 3 yilga olsa ham 50% to'lov qilinyapti. Albatta. 50% bilan. Albatta, конечно 50% bilan 3 yilga olgan yaxshi. Albatta. Endi qanday qulay bo'lsa. Endi 2 yildan ko'ra 3 yillik albatta qulay. Mana 5 million 958 ming so'mdan chiqyapti. Xuddi shunday aka. Hozirda aka oddiy misol ikkilamchi avtokredit asosida Cobalt Gentra xarid qilishyapti. Oylik to'lovi shu atrofi 5 million 6 million. Lekin bunda foiz umuman yo'q. Va eng asosiysi atigi bitta pasport evaziga. Bemalol O'zbekistonning 12 ta viloyatidan kelib xarid qilib olishlari mumkin. Muhimi akalar aytilgan summaga mana 429 millionmi tan narxi. Xuddi shunday. Xuddi o'shani 3 yilda bo'lib to'laysiz. Xuddi shunday. Ana keling, men sizga 403 millionligini hisoblab beraman. Bu eng boshlanishi. 403 million birinchi pozitsiyasi. Birinchi pozitsiya. S09 ni 1.6 litr объемdagi dvigatelligi aka. Boshlang'ich 25% bilan. Qarang. Bu 100 million 750 ming tashkil etadi. 302 million 250 ming 0% bilan. Qoldi summa 202 million. 1 yilga. 1 yilga 25 million 187 mingdan. Ana endi boshlang'ich 50% bilan. Xo'p. 24 oyga. 8 million 395 mingdan. Xo'p, 403 million tan narxi 50% to'lovimiz 201 million 500 ming so'm bo'lyapti. Годовой stavka mutlaqo 0, qoldiq summa ham xuddi shunday 201 million 500 ming. Xuddi Endi shunday. o'shani 24 oyda bo'lib to'layapmiz. 8 million 395 ming so'mdan. Xuddi shunday. 36 oyga ursak 5 million 597 mingdan. 36 oyga 5 million 597. Va yana agar siz uzoqroq muddatga olaman desangiz 50% ni to'lab 5 yilligini hisoblab bersam ana Xo'p, 50% to'lovimiz 201 million 500 ming so'm.
Qoldiq summa ham 201 million 500 ming. Yillik 9%dan Xuddi 60 shunday. oyga. 60 5 oyga. yilga. Xuddi shunday. Mana sizga imtiyozli kredit. Ana. Shundayda oylik to'lovimiz 4 million 182 mingdan. 4 million 182 ming so'mdan 60 oyga, ya'ni 5 yilga to'laymiz. Xuddi shunday 5 yillik qilib olib, agar 1 yilda to'lasangiz, mabodo endi ortiqcha daromadingiz bo'lsa, yana ishlaringiz bo'lsa, biznesingiz bo'lsa, 1 yilda yopsangiz 9 million 955 ming so'm 1 yilda foiz to'laysiz. 1 yilga 1 yilda. Xuddi shunday. 200 million uchun aka, 201 million 500 uchun. Hozir hamma biladi, bankka omonatga pul qo'yaman desangiz, davlat banklari sizni berayotgan pulingiz uchun 20% gacha foiz beradi. Xususiy banklar 20% dan 25% gacha. Lekin xalqimizga qulay bo'lsin degan maqsadda yillik stavkasi 9% dan. Qarang. 1 yilda 1 million so'm, 9 million 900 shu atrofida foiz. Marhamat. Mana. Akalar, bizlar faqat variantlarni, ya'ni sizlarga bor narsalarni real holatda ko'rsatib o'tdik. Olish olmaslikni o'zlaringiz budjetlaringizga qarab hisoblab, nasib bo'lsa, niyatni chin dildan qilgan bo'lsangiz, oylik to'lovga qurbularingiz yetsa, yana bemalol kreditga oling. Albatta. Rasochka varianti ham yomon emas. Xuddi shunday, albatta. Endi hammaga nasib qilsin. Aynan Suis modellari boshqa modellardan ustunlik tomoni birinchisidan kafolatida. Aynan Suis Buxoro rasmiy avtodillerlik saloni bu O'zbekiston bo'yicha yagona rasmiy diler hisoblanadi. Aynan Suis modellarini O'zbekiston bozoriga kirgizgan ham aynan Suis Buxoro avtosaloni hisoblanadi. Va eng asosiysi bizda servis xizmati, boya videoni boshida aytganimdek, zapchaslari, mutaxassislari, motorist, hadavik, elektrik barcha mutaxassislari bor, barcha xizmat turlari bor, bemalol. Endi nima deymiz? Ko'pchilik o'ylashadi, maqtayapti, o'shanga o'xshash. Avvalambor o'tgan videolarda ham har bir videomda ham aytaman, Suis modellarini biz maqtamaymiz, aynan Suis modellari maqtanishiga muhtoj ham emas. Shunday. Nima uchunki zamon talabiga nima bo'lsa barchasi aynan Suis modellarida bor va eng asosiysi 7 kishilik oilaviy crossover ekan. Hozir aka, videoni ko'rayotganlarga bitta bir surpriz desak ham, yangilik ham desam bo'ladi, uchini chiqarib qo'yaylik. Suis oilasi yana bir modelga boyimoqchi. Xuddi shunday, yaqinda nasib bo'lsa, Southwest S06 modeli bo'ladi bizda sotuvda. Aynan bu modelimiz juda ham chiroyli, juda ham sifatli va ham benzinda, ham tokda. Gibrid. Xuddi shunday va narxi juda ham qulay. Endi narx haqida o'z ma'lumot berib o'tishim shart emas, aynan mashina kelgan payt ma'lumotini berib o'tamiz va eng asosiysi hamyon bor. Hamyon bor. Albatta. Lekin haqiqatdan men internetlarda qiziqib ko'rdim, haqiqatdan boshqa narsa chiqqan ekan. Idealni. Video ham yomon chiroyli chiqqan ekan. Endi biz o'ylaymiz, albatta O'zbekiston bozoriga juda ham shiddat bilan kirib keladi bu S06 modelimiz. Endi o'zimiz ham kutibmiz. Ko'pchilik aynan qiziqibdi bu model bilan. Nasib bo'lsa, shu Buxoro avtosaloni, Suis Buxoro avtosaloniga yetib kelsa avtomobilimiz, chiroyli qilib obzorini, xo'p, tan narxlarini, to'lov usullarini ham ma'lumotini berib o'tamiz. Va yana bir endi sovg'a desak ham bo'ladi, endi vatandoshlarimiz uchun. Bizda lotereya hududi bor. Lotereya hududi mavjud. Endi bu zavod tomonidan tashkillashtirilgan. Aynan shu hududdan albatta mashina xarid qilib olgan holatda Dubayga 2 kishilik sayohat chiptasini qo'lga kiritishingiz mumkin. Shunchaki mashina xarid qilib, Xuddi shunday. mana shu konvertda bo'lsa, Xuddi shunday. yutib olasiz. Yo Abu Dhabi, yo Dubay. Bemalol bu ham xalqimizga qulay bo'lsin degan maqsadda. Va barcha sovg'alari zavoddan, endi bu oddiy sovg'a emas, zavoddan yuborilgan har bir xarid qilib olingan mashina egasi shu konvert tanlab olishi kerak bo'ladi. Ichidagi sovg'a yokida Abu Dhabiga yokida Dubayga sayohatni qo'lga kiritishlari Bu mumkin. sovg'alar bozorda sotilmaydi. Yo'q, bu zavoddan kelayotgan sovg'a. Biza olib logotip yopishtirib, bunaqa bizada yo'q, ko'z bo'yamachilik. Bizada boya aytganimdek hamma vaqt bor deyilgan. Mana obunachilar, berilgan ma'lumotlar menimcha ko'pchilik uchun foydali bo'lgan bo'lsa, meni hamda Aziz akamizni mehnatimiz uchun ozroq vaqtni ajratib sizlarga ma'lumot berdik. Albatta. Erinmasdan, bir donodan qizg'onmasdan layklarni bosib qo'ysangizlar juda ham xursand bo'lamiz. Hammangizni Suis Buxoro avtosalonida kutib qolamiz, tanlovda adashmang.